Lekin aziz yurtdoshlar, mana qovun bozoriga keldik. Qovun Toriz bozori. Aka, qancha dedingiz? 8 ming ekan. Kami bor, bari savdo bo'ladi aka, bozor bu. Bu qancha dedingiz Toriz? 10 dan 15 gacha ekan mana. Bemalol 15 kilo. 15 kilo aka bemalol chiqadi. Undan og'iri ham bor ekan mana. 10 ming 15 minggacha. Ha, Toriz narxini ko'rdinglar. Aka qovunni qancha dedingiz? Qovunni 5 ming, 10 ming, 7 ming, 8 ming. 5 ming, 10 ming, 8 ming, короче, o'sha razmeriga qarab ekan bor-ku. Katta kichigiga qarab aytaman. Ha, katta kichigiga qarab ekanda. 5 mingdan 10 minggacha mana. 5 mingdan 10 minggacha ekan mana Torizlar. 5 ming, 10 ming tanlab olasizlar. 5 mingdan 10 minggacha tanlab olish ekanda, o'sha razmeriga qarabda endi. Bular ham mana katta Torizlar ekan. И свежий mana, palagi bilan turibdi, даже свежий. Qancha bu ekan? 15 mingdan 25 minggacha. Katta Torizlarda bu, erik Toriz. Keyin mana u Mirzacho'l. Mirzacho'l. Qancha? Tanlab olish 10 ming ekan. Mana Bo'kani bozori arzon bozor. Kelaverasizlar, bemalol. Singlim. Qancha dedingiz? Qandalikda? 5 ming 10 mingdan. 5 mingga 10 minggacha. Mana handalik, mana. Tanlab olaverasiz. Mana. Mana qandalikda. Toriz qancha dedingiz? 5 mingdan 10 minggacha. 5 mingdan 10 minggacha ekan. Ana. Qiziqaman. Mana Torizlar. Narxlarni ko'rdinglar, lekin 10 kun oldin qo'yganman, narx qimillamabdi. Hali ham o'sha. Aka qancha dedingiz, boya so'rovdim men. 3 ming, ikkitasi 15 ming, 5 ming. Katta kichkinasiga qarab 3 mingdan, короче 7,5 gacha endi. To'g'rimi? 7,5 ming. Savdosi bor. Endi mana eng zo'ri mana shu Obunobod. Irik Obunobod kelibdi bugun. Mana zo'r qovunlar. Kino qancha dedingiz Obunobodda? 15 dan 20 gacha. 15 dan 20 gacha. Obunobod Analar 2 ton. Novot deydi-da buni. Tarix 10 ming. 10 mingdan ekan Toriz mana. Tanlab olish 10 ming ekan. Taxminan mana shular 10 kilo chiqadi, taxminan. 9 kilo, 8 kilo, 10 kilogacha bor. Ha, 10 kilogacha. Endi patolog tanlab olishyapsiz-ku. 7 kilodan 10 kilogacha bor, 10 mingdan tanlab. Tugachiga. Mana. Mana Bo'kani shu qovun Toriz bozori mana. Hozir men tashqarini ham ko'rsataman hozir. Pomidor qancha bo'lyapti ekan ay? 5 mingdan. 5 mingdan ekan pomidor. Bodring mana 3 kilo 10 ming. Baqlajon ham 3 kilo. Baqlajon ham 3 kilo 10 ming ekan. Bolgarskiy qancha? 5 ming? Chesnokchi? 25 ming ekan, 25 ming yozib ko'rmayapman-da. Savdoingiz bersin. Savdoingiz bersin. Mana. Keyin ko'rsataveraman mana bunaqa qilib. Mana. Ko'p yana. Bugun bozoriga havas qilasan. Mana. Tashqarida polni. Mana tashqarida ham qovunlar bor. Sekin mana qiziqib. Mana. Aka qancha dedingiz mana shuni? Qanday narxini? 15. Ikkita 15. Bularni qancha dedingiz? 20 mingmidi? Ha, 20 ming. Tanlab olishda? Ha. Tanlab olish 20 ming. Undan kichkinalar arzonroq bo'laveradi. Zo'r. Mana. Ha, zarkakil, Toriz. Mana ko'kcha qovuni. Mana Obunobod. Ha, azda san. Qara, mana havas qilasan mana shu. 17 tusaganlar beraveraman. Qancha aka bular? 10 ming ekan. 3 ta 10 ming. Yaxshi aka. Zarkakilmi nima deydi uni? Chillaka deyiladi. Chillaka? 3 ta 10 ming chillaka. Kidada 1-2,5 kilo 3 kilo chiqadi ular. Narxlarni bilaydi o'lim. Qancha bo'lyapti? Mana shu qovunlar tanlab olish. Kinoy tanlab olish qancha bo'lyapti? 15 20. 15-20 ekan tanlab olish. Mana.
Bularga men xo'jayinman-da. Qatta desam, o'zim ushlab beraman bularga. Tarvuz. Bu ham sotyapti ekan. Aka tarvuzni tanlab olish qancha? Ha? Tanlab olish? 20 ming. Tanlab olish 20 ming. U mana. Mana unga ham o'zi 20 kilo chiqadi o'zi ham. Ko'rdingmi? Irik tarvuzlar ekan ana. Xullas kalam tarvuz qovun ko'p bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa o'sha narxlar bilan tanishtiray dedim. Tayyor kuchlisin. Xudo xolasa yana bir haftadan keyin yana qo'yaman xudo xolasa narxlarni. O'zgarish bo'ladimi yo'qmi? Lekin o'tgan safardagi bilan hali narxlari o'zgargani yo'q. O'sha.